Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bugun qazimizni ikkinchi etaplarini boshlaymiz. Ichaklarimizni yuvib olganmiz. Yuvib, teskarisini ag'darib, tuzlab qo'ygan edik. Mana bugun qaytadan yana bir marta yuvib tashab, o'ng tarafini ag'darib olamiz mana. Qazilarimizni ichaklari ko'rasizlar, yog'li, juda ham yaxshi. Endi bizni bir uchini boylab olamiz. O'zimga kerakli ikkita ipni kesib olaman. Birinchi boshlanishiga sal uzunroq ip kesib olsangiz ham bo'ladi, chunki o'zingizga qiyin bo'lmasligi uchun. Hech kim yordami shart emas, bitta o'zingiz ham bemalol qazni sola olasiz. Qo'limiz bilan mahkamlab boylab olamiz. Sekin-sekin. Bu go'shtimiz mana bizda 2 kun marinad qilinib turdi. Endi ko'rasizlar, meni klientlarim ko'pincha yog'siz variant xohlashadi. Shuning uchun go'shtlarimiz unaqa yog'li emas. Aslida qazi bitta go'sht ustiga bitta yog' qildim, taxlanishi kerak qazilar. Endi baribir klientlarning xohishiga qarab ish yuriturasizlar. Sekin-sekin mana chiroyli qilib marinad qilingan go'shtlarimizni yaxshilab sovolamiz ichaklarimizga. Hatto o'zini ichiga. Qo'limiz bilan faqat yengilgina joylashtiramiz, solganimizdan keyin yana qaytadan to'liq qilamiz. Sekin-sekin sovuramiz. Ichak bilan perchatkada ishlash qiyin. Sosiskalar qilsak ham perchatkadan foydalanmasdan qo'lda ishlaymiz. Chunki ichak baribir nozik bo'ladi, salga yirtilib ketadi. Me'yorini bilasiz baribir. Mana sekin-sekin sovuramiz. Mana endi qazimiz mana yengilgina sovildik. Yengilga sovilgandan keyin qo'limiz bilan sekin-sekin ishlov berib chiqamiz, shtopga go'shtlarimizni joylashtirishimiz kerak birinchi bo'lib. Mana qo'limiz bilan shunaqa qilib yurg'izib chiqamiz. Tarang tortganimizdan keyin bo'lni ichida havo qolgan, shu havolarni mana chiqarib olamiz. Endi mana chiqarib oldik, yana bir martadan qo'limiz bilan taxlab chiqamiz yana. Mana endi bemalol siqib qattiq qilsak bo'ladi. Mana qattiq tarang chiroyli qazi bo'ldi. Yana ozgina go'sht ketar ekan, yana ozgina go'sht olmoqchiman. Agar qazingiz qalin bo'lsa, ikkitadan mashina qilsangiz bo'ladi yoki birinchiga bittadan sekin-sekin solsangiz ham bo'ladi. Shu go'sht bilan xohlasa qazimiz bo'lib qoladi. Tarang bo'ldi. Shunda ham yana ninalar bilan bitta teshib yuboraman.